Assalomu alaykum aka-ukalarim, opa-singillarim. Sizlardan yordam so'rab murojaat qilyapman. 4 yil oldin yiqilib tushib, umurtqamni sindirganman. 4 yildan buyog'iga o'sha kasallik bilan kurashyapman mana. Qiynalib ketdim. Mana hamma narsamizni sotib bo'ldik, uyimizni ham sotuvga qo'ydik. Dadam pensioner, mana onam pensioner. Mol holimizni ham sotdik. Mana davlatmagan joyimiz qolmadi. Alaykum yurtdoshlar. Shu qizimni kasalligi uchun yordam berishlarini so'rayman. Rossiyadagilar 4 yildan beri shu holatda yotibdi, kasal, yura olmaydi. Umurtqasi sinib, o'rtasidan o'simta o'sib chiqqan. Yurtdoshlar yordam beringlar, rakka aylanibdi. 4 yildan qaratmagan joyim qolmadi. Uyimni ham sotuvga qo'yganman, hech narsamiz qolmadi. Jon yurtdoshlar, Rossiyadagilar, birodarlar, mendan qaytmasa Xudodan qaytsin, yordam beringlar. Iltimos.